Yasin. Oy. Yasin bayvatcha. Qaraganda o uyingninki o'zingga tas maskanmayotganligini az to'la his qilib qopsan-da. Bo'pti. Uy elvag'icha yataqda turib tursangmi? Turib turg'in. Qaradash, tekin divondan birisiga. Divani? Ha, ma gap sal eshib ketdimi, qandaq? Satılga bizni pach qo'yibdi. Tilamchilik qilganman, yotoq qilib kelganman. Satılga yaxshimiz asray mehmonxonasiga qarshamiz. Siz qanday yotoq lazım? Ma shu eng qimmat yotog'ingizdan birini aytib bering. Efendim bizim bu yataklar oliy daraja yataklar. Ben qimmat. Sizga muvofiq yatak hech bersam bo'ladimi? Siz meni pul yo'qqa qoldingiz, ha? Men sizga qo'ya qaraman. Men davo qilaman. Puldan boshqa hechim qolmadi hozir. Nurg'un pulim bor meniki. Shu eng qimmatdan birini ayting. Qarang efendim. Ha. Bizning bu yerdagi eng yuqori yotoq nomasi 16888 ko'y. Hozir faoliyat basi 9999 ko'y. Ha. Siz bu yotoqda yota oladigan emas-ku. Siz ma üstü bishim qarab yaratmadingizmi ya? Men sizga qo'ya qaraman. Meni olib qarang. Nurg'un pulim bor meniki. Shu eng qimmatini ayting menga. Bu yotoqchi yetma deb yetolmaysiz. Qanday aytdimsan? Bu yotoqda yetish uchun cho'qim almos karta bejirishingiz kerak. Qanday bijirlash kartini? Bu kartani bejirish uchun avval 500 ming qachilaysiz. 500 ming bormi? Xo'p, 500 ming bormi? Men sizga aytib qo'ya qaraman. Men askorlikning ichida odam bormi? Nima bo'ldi, nima o'rgantiribsizlar? Direktor, bu yoq bizning zototafon ochma deydi. Qarasam, ochiq uzalaydigan talat yo'q. Mehmonlar unda qo'pollik qilmang, Rayla. Apandim siz zongtong tofon ochmoqchimi? Rost aytmoqchi yoshimda. Menga 1 yil yetimi. Qanday masala olma? Chaqchaq so'zmaydi apandim. Chaqchaq qilmadim men. Hisoblama 1 yillik qancha pul ekan? Hisoblab boqing Rayla, 1 yil qancha bo'ldi? Bir yillik yatak bilan 3 million 649 ming 635 ko'y bo'lgan. Mana karta surkini? Rayla, surkan. Katta shoq bo'lganki pulni qaytarib bo'lmaydi-mi? Va ansir mana. Surkan. Yasin. Sen meni yana bir qatim hayron qoldirdingmi? Men seni brat damikin desam, udulla 1 yil dedingmi? Men o'sha sening pul tepishingdan pul xajlashingga bakrak havas qilib kelyapman juma. Sizniki Maqsarayning suydim rishon atandim. İsminiz nima bo'ldi ekan? Yasir. Yasir lopat. Bizdan boshlaysiz sizdan. Kattangizni fotoga qaraymiz. Men ko'taraman. Yo'q. Nasıl 3 milyon çıkıp ketdi? Chiqdi faqat o'rniga jumurg'isi bor kechmi? Toshchimen bu. Yasinning qandaq odam ekanligini, nima ishlarni qilib etadiganligini aldirmay bilib qolsizlar. Bu balaning ismi Kamal. Yenidagi Pari degan qizning hozirgi mabiti. Bu bir cho'ng boyning balasi. Nima ish qilyapsiz bu yerda? Qachonab men chiqib tilamchilik qilsam olmaydi. Qil peziya degan bu. Tuzuk aqlay. Men uchun hozir yuqori tabiqiy odamman hozir. Yuqori edi Allah. Ras. Bir yaqinlar bir oltinlarni nerede bir yerdan bir amal qilib tepib setib azrab netmiylar olib qolgan deymi balangizga. O'g'irlamagansa, o'g'risan bo'lmaydi-ku. Menchu oltin o'g'limda, eshitdim o'g'limdan men. Nima ish qilsam men o'zimni kuchaytirayni, necha million pul topdim. Senchu Dadulay degan chaqda dadamni pullab qashasa, tayim yo'q bu narsalarga qizlar qashab. Endi bu Pariga kelsak, Yasinning oliy maktabdagi muobbiti. O Yasinni yuqori o'simlik qarz elish qistab, o'ziga telefon og'izgan. Shu sababdan Yasinning qarzga bo'g'ilib qolishiga sababchi bo'lgan. Sen bek tayinam bo'xshamda. Sen abdin qarayib bir gap qila. Boyog'inimni putan bir oyoq qilib kelmabsan gana. Siz ilgirsamda yurib qolganimga jimo. Qazirim qaytirib bo'ldingmi ya? Qayaz qaytiramdi bu, paypaq yo'q yuribdi mana. Yili men bezibmanman. Sen yaxshi jimo. Kamal apandim, Yasin Bayvatcha bizning Aqsaray mehmonxonasiniki oliy mulozim dedim Bakirman bo'lib o'tadi. Qirg'ib kelib 1 yillik dana. 1 yil? Ha. Musho. O pulaq tugabdi qo'ymisining bu? Ko'rmasin. Chiqilib. Ko'rmas. 2 kunlik? Ha.
qo'lingdagi bu kasini tilanchining qochisi deb o'ylab qoldi-da. Boyvachcha, mana sizning yotiqingiz. Ishvozga qilasiz hamsa. Ma'qul. Bah. Mavi zontonlar yatadigan mimazraylar ekanda. Hashamatchilikni, ma payzlikni meninki. Makilamni hemen qilib qo'ymay endi. Diqqat qilay. Nima degan yo'g'on, nima degan cho'ng mimazraylar bu. Ayni vaqtda men ishning o'zida bir yerda yashab yuribdi ekanman. Ma karvatning yumshoqligini ishchiga tushib ketadigandak hissiyatda adam. Ma kitoblarni mana bayla qo'ydigan kitob. Ertaga mening vaqtim chiqib qolsa o'qib qo'yaman. Necha qat yataqlar ekanma u. Hey, mushunday yataqlar men yetib qolaman deb umrimda o'ylab boqmagandim. Hey, hashamatchilik. Mana dingizni uzayotganda hissiyatda bo'layapman emasman men. Yaşa Yasin, yaşa. Pulning meg'zini sen chaqsang, sana kelgan omadlarni ko'rib, mening azroq ko'zim qiziryotdi. Sening turmushdan huzurlanishlaringga qarab, bag'asir sana qoyil bo'lyapman juma Yasin. Keyin men kishinaam oyim uyga kelmayman. Ma taqdir qilmabdi jumalik. Shu Yasin, purilishib ketgan maykini kiyib, eski chapanning ichida odam bor deb yuraversang, yanchug'undagi puling qo'ygan hurmatsizlik bo'lib qoladi. Yasin, bu xislat kasang bilan Mercedes mashinani olding. Aqsarayning Zongtong tavfansinimi 1 yillik echib olding. Sen ras yashashni biladigansan juma. Lekin sana bir yerdan bir shumliqlar keladigandaklar. Voy, akama orqangizda ichiyverman. Kechgacha aroq ichib o'tiribgansiz. Men ozram ko'ndirmaydigansiz. O'g'lingizni shunchalar chiroq gaplar tizayotgan bilan bo'zab qilib qandoqqa chirib qo'ydimi ko'nglingizni? Kim o? O yoqqa yosin degan qalanda olmamdi. Aqo'nsa? Ha? Qanaqa deyman? Oldimda tizilib kechirim so'raysiz deb turib yo'qsa unimizdan xo'jayinga deb meni ishdan bo'shlayapti. Xo'jayinmi shu? Sizning yuzingizni azroq qilib qo'ymaydi. Oshda o'tirib, qarab o'tiramsiz. Aroq ichib o'tirsangiz bo'lamdi. Aroq aylan o'xshallig'i qo'zam. O'qoqdan sinchoq qopqan bo'lsa, o'zim bir qo'lliq ham payqaytaman. Siz tizlandirdi deb qo'y. To'xta. Tizlandirdi deb qo'y. Ne bu shu? Hey, Salaydan telefon qilibdi-ku. Buning menga telefon qilishi hargiz yaxshi tushun emas. Avval bir apaqay. Aka, qada olaman. Adasan. Aka, men shu mal sir to'qqa-qatin. Hozir o'yim kelar degan gap bor. Aha, ma'qul aka, buldi. Hozir dekket o'taylinga. Bala qanday ishimizni tashlab kelya? Aha, ma'qul. Olmir vaqt berma juma tapala. Ma'qul. Sen oliy maktab bolalariga goliday taqtib, nurg'un bolalarni patqoq tiqding. Hatto ulug'agan bor. Sening qonuniy jazoga uchraydigan vaqting kelib qolgan. Oldirmay to'y asalaydi. Seningmi ko'rdan kuning va? Telefon qo'ydim. Hadi keldim. Shamani pakiz. Juma qo'zam. Rasman? O'zimni qo'zam. Juma? Aka, yani üzerinden aksamedin esilcimi? Sen o üçümlep vermediğinden şu hatırcam buldum bu. Hey. Aslan. Lekin o yosun diye kalendeni aldılar nereden gelgendi o? Eğer onun şuncuna cık bulur olgan bolsa, senden pul so'rab yurmasa o'g'aydi. Voy, yana pul ko'paytibsan qo'y. Pul. Burun 3 ko'changga zarur ketgandim.
Endi minut qolmay mush taplab ketdi. Hey Yasin, bu oldingi qitimdiki 500 ming saxta pulning po'qini tozlamay turib, sen yana pul ko'paytibsan-ku. Bundaq qilsang, o'zining putiga o'zi palti chapqanlik bo'lib qolamiki. Yaptı. Aka xudo olasizmi? Hacı olduysa. Satoldi. Yok olta. Azrak tutup koyuyor. İşten patla. İnsan gözden olacak bu kettanı yine. Yo, Hasır kelime akam. Muymişim batırıp kalmış. Ta adam vakti gelse yine. Ta vakti gelse yine. ya aka. Ha? Ya aka, bunun anladın ama yolda çok azat şunu azat ayolup kaldım. Satoldi aka. Satoldi. Neymiş o kadar? Abi ne ağabeyden uçuran kapçı yolda şundan şimdi bir sürü hazır geldim bana aka. Satoldi aka kapmayız. Azrak tutup koyuyor. İşten patla. İnsan gözden olacak bu kitap. Ben ama kozam ne? Oldum da tuzlandırdım bir güne. İşten boşanıp satayım. Ara işten küçültsen koy alsan. Aka ben kozan işken hukumatmaya kadar. Hukumadan da kımaytım koy benimki. Şuna mısın kozan diyeyim de açam olsa şuna mı? Açam benimki. Neyim olsa hatalığını bilip bak kiçik çocuk. Ögen bak var. He. Seni He. mış kozam aldı. Baş olup tuzlandırgızı. Açına kırış gerek. Hatta kızım ya. Kobra böyle köz bir adam çık buldu. Şuna boğay gel aka. Bir dakika. Hadi şunu sonra bakalım. Hazret. Tamam öteye gel. Orta. Nimeler bu? Benim köyüm. Ne ki oğlum? Ha, öyle kız sen arkamdaki olan kim? Bak yerisine kılıçlı kişi bu bu. Şuna mı? Şuna mı? Sen kulakta var ama işte yolunu hıdık algamaz cumaz. Başlar buldu. İşte yolu kısıyorsan ha. İsmi adamlar inisi şu, bir şu hoş gerek şu. Şuna. Aka. Bak de. Bugünkü maç kılının için baba ya. Maçı olarak kılının için baba. Geçer ötte. Rahmet aka ya. Kem olsa kıyam bana. Bir de yasın kalmamış temizliğinde basın köçürüp siz septırdı o değil mi? Aça o akademiye o sattırdı bir yerden. Şuna bak. İnan deyse kızım. Ha. İnan bu. Ha, inisi mi? Ha. Aka. Anladın mı? Yaş farkı şişem anne. Ya aka ben şimdi sen bul. Şişem. Aka Aka ben şimdi sen bul diye bunu. Ala. Ya Akşam gel kat. Mağla ya. Sonra akıdı gelme bakın kulüye namazı gerek bu işinde ha. Mişak. Şikelan bağı biz seni kaç bu buluyor bu? Kaç bu? Aka azırak köyünde melek yetmez yeni fıkanlı bağ. Ya kaç bu bırak ya bu sana bulamayım ha. Yasin, Sala Aydın'a yeni saxta pul bersen, özünü saxçıq tutub bergen bilen oxşaş qoy. Bu qılğanlarını hiç düşünelmeyotdu men cumo. Ne? Ya fırla gözüm. Ay görenge. Şu aka. Ay şu. Gözlerime bak fırla görenge. Şu akşamında aka sen flash var gibi. Ay oğlum ben de aka. Aka hem sizler oradan oturapsızlar. Daha da yakşı oturanlar. Ben mangastıra aka. Sen işlerim battı. Ben doğruca. Hayta aka. İşte o sürekli telefonu dik gidip mecbur. Tamam. Ha. Kanda o zaman yap kıldım. Aka da cuma. Bak aka. Pıldım bakış o zaman man yap kıldı. Bak aka. Çatay yok aka. Bak aka. Bakın. Bakın. Bak akıl olsun fıkar. Yol dikkat tıkma. Apritay mı? Ne özüm dik gidip. Bakın. Bakın bakacı. Yenge sen oturanlar. Ben ısıtıp koyayım. Odakma. Otur. Bak aka sen. Bak. Peki. O zaman ne diyor? Ne gıcık bulma. Sino. Aleyküm. Akanlar. Bir video. Hey Yasin, muş işinden çokum çatak çıkıdı. Ha şu. Ha, üçüncü kavat, ikinci oy. Ha, ontrat kişi şu. Ha, makul kaç. Yasin, saxçığı ma'lum qildingmi nima? Hem de qanday qutulasan sizlayda. Tugashding sen. Lekin saxçığı ma'lum qilsang, o'zingmi tugishsan-da. Yaşa Yasin, yaşa. Hayatning payzini sür. Bu jahanda sendin artıq bay yo'q. Sendin artıq bayvatchi yo'q. Allah balını xeyir yaxshi qildi. Haras.
Men shu ahvolim ancha yaxshi bo'lgan vaqtlarda menga yordam qilgan odamlar bo'ldi. Ashlag'im yaxshilikni qaytaray. Osh metat o'qitgan vaqtimda tag'am ko'p yordam qilgan. Ona 500 ming aytib qo'y. Yana bir og'inam japat qolgan vaqtimda xel yo'ligan. Ona 300 ming aytib qo'y. Xo'shnabim xel yaxshi debdi. Ona 100 ming. Yaqin Navoiy. Ona 100 ming. Ishqima yaxshilikni qilganlarning hammasiga bir boshlab yaxshilikni qaytaray. Hey Yasin, bunda sihiyliqini bilgan bo'lsam, balduroq do'sib qo'ydiganman to'q asli. Saqchilar Saloydini tutsa, saqti pulni bayqaydi. Demak, saqchilarning menimi izlaydigan vaqt bo'lib qoldi hozir. Voy. Baxtiyor saqchi yaxshimisiz? Men sirtdim. Ma'qul. Ma'qul, hozir boray. Ma'qul, hozir yetay. Ma'qul. Mana. Saqchi izdidima. Saqti pul ko'paytsang, mushta izdaydi shu. Ishqinlar tanışamsizlar? Tunayman, Saloy akam. Vaqtimda ko'rishgan tinglar. Shu Saloy akamning uyida ko'rishgan. Uyda ko'rishgan. Ko'rishishni qildinglar? U kuni men telefon qilib ketgan-da, sonini bozor ketibsan deb, shundan bilan qo'rqib ketib shu pul ko'tarib borganda meni kechirim so'rab. Qancha pul berpadan? 300 ming. 300 ming berpadan? Pul bergan vaqt boshqa bormi yo'qmi? Shu bandi, asosi Nuriman bandi. Nurimanmi? Abdulla, aqizdan kiritdinglar. Mabal tanimsiz? Tunayman Yasin. Vaqtimda ko'rishgan. Bir qatam Saloydin akamning uyida ko'rishgan. Ko'rishgan vaqtda nima ish qilib ketgan? Saloydin akam bilan o'tirsak shu pullar kelibdiki, pulni Saloydin akam berdi. Qancha pul? 300 ming. 300 mingmi? Ya pul. Siz ko'rdingizmi? Ko'rdim. Chiqib turing. Sen Saloydin bergan 300 ming pulni yolg'on deydingmi? U qanday yig'an bo'lsa bu? Mana Yasin, men nima dedim? Saqti pulni saqchiga qandaqmi tushundirasa endi.